Minecraft lekin har darajada oshgan sarvizaga epik qilichlar beradi. Xo'p do'stlar, bizga endi har daraja oshgan sarvizaga epik qilichlar berishda davom etadi. Xo'p, endi biz sizlar bilan tezroq daraja to'plashimiz kerak, chunki epik qilichlarimizni olishimiz kerak. Xo'p, birinchi o'rinda daraxt chopamiz. Xo'p, qani ketdi. Va biz verstaga kelamiz va o'zimizga kerakli instrumentlarni tayyorlab olamiz. Xo'p, birinchi navbatda kerak emasimiz. Xo'p, endi biz toshga olamiz. Xo'p do'stlar, biz tezroq daraja oshirishimiz kerak, chunki bizga epik qilich beradi bitta daraja oshgandan keyin. Va biz toshlarni ham qo'ylab oldik. Endi tepaga chiqib sekin daraja to'plab olsak bo'ladi. Xo'p, mana do'stlar, ko'rishingiz mumkin, biz o'zimizga kerak bo'lgan instrumentlarni yasab oldik. Endi biz daraja to'plashda davom etamiz. Va mana yo'limdan qo'y chiqdi. Endi bundan darajasini olamiz. Xo'p, shunday qilib daraja to'playmiz. Mana bu yerda qo'ylar juda ham ko'p ekan. Biz o'zimizga kerakli bo'lgan daraja bu yerdan tezroq olishimiz mumkin. Va biz birinchi daraja bo'lay deb qoldik. Xo'p. Va biz birinchi daraja bo'ldik va bizga bergan qilich bu. Ko'rib turganingizdek toshli qilich. Mana shunaqa qilib sekin-sekin kuchayib ketaveradi bu. Biza olmosli qilichgacha chiqishimiz kerak va shunaqa qilib kuchayib ketaveramiz. Va mana bu yerda yana qo'ylar yuribdi. Biz mana shundan ham daraja olamiz. Ko'raylikchi bu qilich qanchalik kuchli ekan. Va do'stlar, biz ikkinchi darajaga ham chiqdik. Endi bizga bergan qilich menimcha bu temirli qilich bo'ladi. Hozir bu qilich menimcha temirli qilich bo'lsa kerakmi? Endi ko'ramiz. Va aytganimdek bizga temirli qilich berishibdi. Xo'p, endi ko'ramiz bu qancha jon olishini. Buni qo'yda sinab ko'ramiz. Va bu qilich juda ham kuchli ekan. Va men endi daraja to'plashda davom etaman, chunki biz 3-darajaga chiqishimiz kerak. Xo'p, biz undan oldin ozginagina kuchayib olamiz. Ko'rib turganingizdek, men o'zimga kerakli bo'lgan daraxtlarni chopib oldim. Xo'p, endi bundan bemalol foydalanishimiz mumkin. Bitta versiyaga yasaymiz va shuni qilib kuchayamiz. Xo'p, biz bitta yotoq yasaymiz, chunki yotoq bizga kerak va biz daraja to'plashda davom etamiz. Mana bu yerda moblar juda ham ko'p ekan. Biz shulardan darajasini olamiz. Xo'p, qani bu qilich kuchli ekan. Va o'ldi mana do'stlar, bu qilich juda ham kuchli ekan. Va biz tezroq 3-darajani to'plashib olishimiz kerak, chunki bizga 3-daraja kerak. Bizga menimcha bundan keyin bizga oltinli qilich bersa kerak ekan. Va 3-darajaga ozgina yetmayapti va bitta mob topsak ham bizga foydali bo'ladi, chunki biz 3-darajaga chiqa olamiz. Va mana bu qo'yni olib biz darajasini olamiz. Va biz 3-daraja ham bo'ldik. Bizga qanaqa qilich berganini hozir sizlar bilan birgalikda ko'ramiz. Va do'stlar, bizga qanaqa qilich berganini sizlar bilan ko'ramiz va bizga kutganimdek oltinli qilich. Xo'p, bu juda ham kuchli o'xshayapti. Kelinglar bunda birorta mob urib ko'ramiz. Masalan, mana bu qo'yda biz qo'yda sinab ko'ramiz bu qilich qanchalik kuchliligini va yaxshi kutganimdek qilich chiqdi va biz
Xo'p, biz endi 4-darajani to'plab, eng oxirgi olmos qilichni olishimiz kerak. Kecham tushyapti. Qiziq, kech tushguncha men olmos qilich ola olamanmi yoki yo'qmi? Va do'stlar, menimcha hozir mana shu yerda biz 4-darajani olamiz. Xo'p. Yo'q, biz 4-daraja bo'la olmadik. Uning uchun ana bu cho'chqani o'ldiramiz. Yo mayli, sigirni o'ldiramiz. Va shuni qilib biz 4-darajaga chiqib olamiz va 4-darajada bizani qanaqa qilish kutayotganini bilib olamiz. Yo'q, bunda ham 4-daraja bo'lmadi va mana bunda ha, 4-daraja. Va 4-daraja bizada va bizaga kutganimizdek olmosli qilich berdi. Va endi bu qilichni biz olamiz. Endi do'stlar, videoni shu joyda yakunlashimizga to'g'ri keladi. Chunki biz hamma epik qilichlarni to'plab bo'ldik. E'tiborlilar uchun sizlarga katta rahmat. Mana kecham tushib qoldi. Va agar mana shu videoyim 100 dona like yig'sa, mana shu kartada 100 kun survival videosini olaman. Ham bu juda ham qiziq bo'ladi. Albatta sizlar kanalga obuna bo'linglar va bizani kuzatishda davom etinglar. Ko'rishguncha xayr deb qolamiz. Sog' salomat bo'ling.